Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmon. Marhamat, sizning hujjatlaringizni taqdim qilib yuboring. Komandir, meni to'xtatib adashmadingizmi? Sizga ro'yxat berilmaganmi? Speskezda borman-ku. Ha, yo'q-e. Ro'yxatda bormisiz siz? Ism familiyangiz? Sirojinov Begor. Qarang aka. Yo'q siz, lekin mana qarang. Komandir, opolingiz-ku bu. Sizda hujjat bormi? Yo'q, hujjat. Komandir, siz tushunsangiz bo'lardi. Bu yil o'qishga ham kirolmadim. Rossiyaga ketamanmi deyman-da. O'zi maqsad gay bo'lish edi. Hali ham kech emas, o'qishga topshiring. Mana iqtisodiyot va pedagogika universiteti bor, bir qancha yo'nalishlari bor. Bitirib, gayga ishga topshirib ishlab yursangiz bo'ladi-yu. Nima xalaqit beryapti? Faqat o'qish kerak. Hozir ham qabul davom etyaptimi? Hujjat topshirsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Topshirish kerak, o'qish kerak. Nima yetmayapti? Hamma imkoniyati bor o'qish uchun. Mana hujjatsiz mashina minib yuribsiz. Bunaqa qilmang ikkinchi. O'qing undan ko'ra. Bu shtrafning qog'ozini olib ketmaysizmi? Mashina akamniki, o'zi olib chiqib ketadi.